Assalomu alaykum ayoldaşlar. Kimga yer kerak bo'lsa, bizning oil hukumatga tushkula. Manantib yo'lni buzib yurib yer berib o'tadi. Bizning oil hukumat tun yer azislari o respublikasiy dengelde ishlay turgan bo'lib qolibdi-da. Manantib mashinani qo'yib o'tirib yo'lni saqlab o'taman. Yo'llarni da beraverar ekan. Nima qilsalar yerga alam deb yerga qarzorlar bo'lsa, nima qilinglar. Rosa yer berishib o'tadi hukumatdagilar. Ayoldaşlar, mana bizning hukumat yer azislari shunchalik kuchli ishlaydi ekan, yo'llarni buzib yer chiqarishib birovlarga sotishib o'tadi. Ertaga televiziyadan chaqiramiz. Nima qiladiganlar bo'lsa, hukumatga yer azizlarga arizlar bo'ladigan bo'lsa, men ertaga gruppa ochaman. Qo'shilib nima qilinglar. Yo'llarni nima qilib, yo'llarni savdo bor qilamiz.